shoirlarning fikri zikridan bahramand bo'lish bugungi kunga shukronalik tuyg'usi bilan bog'liq. E'tibor bering. So'zni o'z qudrati, o'z kuchi bor. So'z ba'zan bajara olmasa, ko'z orqali bu narsani yetkazish, aytish mumkin. So'z va ko'zni uyg'unligiga, qalbga tinchlik bermaydimi? Demak, ijodni to'lg'oqli onlari o'sha damda boshlanadi. O'sha qutlug' qadamda boshlanadi. Ana keyin yaranadi. Men o'tgan yaqinda bo'lib o'tgan Xorazm rassomlari ko'rgazmasida bir inson kamsuqumlik bilan, hokisorlik bilan asaran shunaqa kelib, shu tadbir bo'ladi, shu tadbirda kelsangiz, bir ikki og'iz gapirsangiz degan inson chorshanba do'stimiz mana Shamsiy. Mana shu yerda turibdilar. Men xursand bo'ldim, ularning ijodi sabab bu yerda hammamizning qalbimizdagi ishlar o'zaro uyg'un bog'lanib turibdi. Chunki hali aytilganday birlik, ahillik, birdamlik tushunchasini mohiyati ancha katta. Bunda davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosatning o'zaro uyg'unligini ko'ramiz. Turkiy xalqlarning birligi, birdamligi degan g'oya bejiz emas. Hali mana Abdulla akam aytdilar, Abdulla she'r yozuvchi, shoir, ustozimiz alohida e'tirof etdilar. Tarix rishtalariga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'zaro bog'liqlikni, bu madaniyat tarixini ham ko'rishimiz mumkin degan mulohazalarni aytdilar. Tarix bizni birlashtiradi. Taqdirlarimiz tutash, teran tomirlarimiz tutash, ana shu birlik ahillikni ko'ramiz. Mana hozirgina Sherzod Komil Halil kitobiga ishlangan suratlar aslida bular va bunda shu ikkala ijodkorning bir-birini hamnafasligi, hamqadamligi, hamkorligi, go'zallikni yaratib turibdi. Siz matnni o'qib, tasvirdan oziq olasiz. Tasvirni, rasmni ko'rib, matnning ichiga kirasiz va anglab olasiz. Va bu uyg'unlikni ko'rib inson nihoyatda xursand bo'ladi. Bizni turkiy xalqlar kuni kecha paydo bo'lgan emas. Bu uzoq asrlarga borib bog'lanadi. Baxtiyor akam Karimov bana professor e'tirof etdilar. Bizni tillar birlashtiradi. Xalqlar birlashtiradi. Eng muhimi tariximiz birlashtirar ekan, o'rta turkiy til bilan bog'liq. G'oyani chinakam fidoyisi, shaydoyisi bo'lgan inson, mana shu inson hozir e'tirof etdilar. 15-dekabr sanasini aytdilar, bironta odam reaksiya bermay qoldi. Vahodirki bu sana muqaddas sana. Biz 9-dekabr kuni Xudo xolasa hali o'zimizning tadbirlarimiz bor. Chunki turkiy xalqlarning birligi ham uni tili yozuv bilan bog'lanadi. To'g'ri. Men endi arab yozuvini o'rgatganim uchun 1300 yildan ziyod muddat mobaynida foydalangan yozuvni ham o'ziga xos birligi bor. Turkiy xalqlarni o'zaro o'qishi, tushunishi oson bo'ladigan jihat bo'lyapti. Bu ham muhim. Agar biz shunday kirib boradigan bo'lsak, demak totem hayvonlarimiz ham bor. Totem hayvon turkiy xalqlarni birlashtiradi. Va ularning qarashlari, g'oyaviy qarashlardagi uyg'unlikni o'sha tasvirlarda ko'ramiz. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mana e'tibor qiling, Nikolay Andreyevich Davrolyubovning bir gapi bor. Qaysi millatga mansub bo'lmasin, haqiqat so'zi bo'lganiga e'tirof etish kerak. Har qanday xayol qushining oyog'iga haqiqatning ipi bog'langan bo'ladi. Uchar gilam deyiladi, xilma-xil. Mana samolyotlar, bo'yinda hammasi paydo bo'ldi. Endi uchar gilamning qizig'i yo'qdi. Oynai jahon deyiladi, butun televideniya, telekanal bo'lsin, mana ijtimoiy tarmoqlar bo'lsin, va oynai jahonnoma, gidinoma hammasi unda ko'rinadigan bo'lib qoldi. Buni qizig'i yo'q. Shunday ekan, o'sha o'ylangan narsalar aslida tarixga borib bog'lanar ekan, bunda ham hikmat yo'q. Mana shuning uchun ham bu ikkala ijodkorni o'zaro uyg'un qilgan narsa turkiylarning ana shu kitob nomini nima dedingiz? Hayoliy jonzotlarga bo'lgan mehr uyg'unlashtirgan. Natijada go'zal bir mana birlik, hamkorlikning tuhfasi namoyon bo'lib turibdi. Shuning uchun ham bu qilayotgan harakat o'ziga xos. Biz buni birgalikda amalga oshirar ekanmiz. Ana shu hamkorlik degan tushunchani mohiyatini bilish kerak. Chunki bu yerda chinakam ma'noda yozuvchi bilan rassomni ijodkorligini mevasini ko'ramiz. Mana bu birlik juda go'zal.
har bitta rasmga nigoh tashlasangiz va har bitta bo'yoq, har bir harakatni shunday ko'radigan bo'lsangiz, uzoq xayollarni olib qochadigan jihatlar bor. Sherzod Komilxalil do'stimiz ham shuni niyat qilgan va ijodkorlar bir-birini bilgan. Ba'zan ijodkorlar bir-biridan bexabar bitta narsani aytib qo'yishi mumkin. Bu hayotda sinashda bo'lgan. Orxun Enasoy yozuvi, Runi yozuvi deyiladi. Ana shu yozuvni o'qish bo'yicha butun dunyoga e'lon qilingan paytda Angliyadan ingliz olimi Thomson, Rossiyadan Radlov turk va tangri degan so'zni o'qigan. Lekin bir-biridan bexabar o'qishgan. Ana shu tasavvur orqali shu narsaga o'tadi. Shuning uchun men so'z bilan boshladim, so'zni ko'zni uyg'urligi. Tasavvurga yo'l ochadi. Tasavvur esa tafakkurga yo'l ochadi. Tafakkur esa tarixni, xalqning dardini, qalbini aks ettirish barobarida alohida e'tiborga molik bo'ladi. Ana shuning uchun bu ijodkorlarni men chinakam ma'noda qutlayman. Chor degan so'z o'ziga xos bir to'rtlik ma'nosini beradi. Chorshabni albatta chor degan so'zni olgan va chor atrof va chor unsur degan tushunchalar ham behuda emas. Rassomni ham, notiqni ham, yozuvchini ham qalbida ana shu to'rtta unsur bo'ladi. Lekin bittasi ustun keladi. Asli bilsang bu yil yana yilga ketar degan paytda xor tuproq, xorsorlik xos bo'lgan ikkala ijodkorni men tabriklayman. Chunki bular o'zaro uyg'un holda mana shu kitobni hali qo'lma-qo'l bo'lib ketadi. Albatta bu yerda Erkin Abdurahmonov yangi asr avlodi nashriyotini rahbari ham turibdi. Notiqlik mahorati degan kitobini 3000-5000 nusxada bossak bo'ldi devdi. Hozir o'sha kitobni topolmay yuribman. Bu mening kitobim. Shuning uchun keyingi nashrdan o'yinlarni yuklab qo'ymoqchiman. Aytmoqchimanki, mana shu jarayonda doim bizlar qanchalik tarixga chuqur kirsak birlikka boramiz. İnkar etsek ham Friedrich Engels'in bir gapi bor. Agar siz tarixga qanchalik chuqur kirib borsangiz, xalqlar, elatlar orasida shu qadar yaqinlikni, qon qarindoshlikni ko'rib borasiz deydi. Hammamiz ham ota-ota bilan mama havoda yaralganmiz. Maxir, demak, birligimiz ana shu nuqtai nazardan xalqlarning birligiga yo'l ochuvchi. Mana shu kitob muallifini va rassomni men samimiy tabriklayman. Doimo sog' bo'linglar, omon bo'linglar.